garchi shuncha mag'rur tursa ham piyolaga egilar choynak. Shunday ekan, manmanlik nechun, kibru havo nimaga kerak? Kamtarin bo'l, hatto bir qadam o'tma g'urur ostonasidan. Piyolani inson shuning uchun o'par doim peshonasidan. Keksa qayrag'ochning ildizini ochib, tortdilar qo'sh arqon solib beriga. Ammo u tuproqqa panjasini sanchib, sira qo'zg'almasdi unga yeridan. Nihoyat gurs etib quladi. Butab so'ng ko'tarib ketdilar, biroq u o'z panjasida olib jo'nadi yashagan yeridan bir siqim tuproq. Mulki borliq ichra bir mahal ko'rksizgina olam yaralgan. Bermoq uchun dunyoga sayqal olam aro odam yaralgan. Shundan buyon inson tinmayin shu yer uzra ter to'kar hamon, yerni go'zal qilgani sayin go'zal bo'lar o'zi ham inson.